Mən ikki xil səbəb üçün seriq film görüşni to'xtatdim. Birinci səbəb, seriq film bana əslində qalbimdə mavjud bo'lmagan nurg'un g'azab va zo'ravonlik tuyg'usini elib keldi. Endi mening bu tuyg'ulardan qutulg'im bor. Bu o'zim emas. Mən asli seriq film görüşni to'xtatmoqchi. Shug'inisi qilmoqdan demak o'ng ekan. Ikkinchi sababim bo'lsa, men shularni tunib yetdimki, seriq filmni ko'rgan chig'imda men seriq filmga xaridor ovutib bergan bo'ldi ekanman. Chunki seriq filmning haqiqiy mohiyati bo'lsa, singa ilingan fohishvozlikdir. Ingliz tilida seriq film pornograf deyiladi. Buningdan porni so'zi fohishni ko'rsatadi. Grafiya so'zi bo'lsa, xotirlashni ko'rsatadi. Fohish bo'lish hech kimning bola vaqtidagi orzusi emas. Faqat ofat va mushaqqatning mas'uli xolos. Pidai bo'lish jarayonida asta-asta shuni his qildimki, fohishi o'g'il qizlarning bir qismi odam bediklarining ziyonkashligiga uchirg'uvchilar ekan. Ular fohishxonlarda, ko'rik ostida yoki bulung pushqoqlarda mulozimat qiladi. Biroq shahvoniy film va fohishvozliklarning yurish mexanizmini bilish uchun sizning mulozimat qilishingizning zaruriyati yo'qda albatta. Chunki seriq film jinsiyat bilimlariga yoki jinsiy aloqaga kirmaydigan bir janr. U faqat erlarning ayollarga zo'ravonlik qilish va ularni bo'ysundirishdan iborat. U faqat jinsiy munosabatlar emas, balki bir xil yashash usuli bo'lib, dunyoda mavjud bo'layotgan jinsiy tabiqa, ya'ni erlar hukmronligining ifodasidir. Agar biz seriq filmdan jinsiyatning aniqlamasi nima deb so'rasak, seriq film cho'qim bizni mazoq qiladi. Shahvoniylik degan nima? Erlarning hissiyotini qo'zg'atsa bo'ladi. Shunaqmi? Erlar ayollarni bo'g'ivog'iniga hayajonlanadi. Ular muhabbatlik tegishlar, quchoqlashishlar, yana suyishlar va iztiroblik silash bo'lmagan vahshiylarcha qilingan munosabatdan huzurlana oladi. Agar mushundaq bo'lsa, u chaqda buni shahvoniylik deymiz. Agar erlar ayollar va bolalarning yig'izlaridan huzurlansa, mana buni shahvoniylik deymiz. Ayollar qilingan zo'ravonlik erlarni shodlantirsa, buni biz shahvoniylik deymiz. Torda bozorlik bo'layotgan seriq film kanallarida biz bosqinchilik ko'rinishlari ilingan sinlar, haqoratlik sinlar, xorlaydigan sinlar, jinoyatlik sinlar qatorliq kategoriyalarning yon-yon qo'yilayotganligini bayqaymiz. Xuddi boshqa kategoriyadagi seriq filmda yuqorqi ahvollar yo'qdeklar. Seriq filmda ko'rsatilayotgan ko'rinishlar, hatto eng sipoy ishlanganlardami bilishimcha 80%, balkim 90% atrofida qo'l ishlatilmaydi. Bu hargizmi bizning haqiqiy istigimiz emas. Kechiringlar, yana bir qatim takrorlay. Chiroyinglarga diqqat qildim. Seriq film artistlari qo'lni ishlatmaydi. Agar siz seriq film ko'rishni yanada davomlashtirmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz keyingi qatim diqqat qiling. Shahvoniy film ishlaguvchilar hech qanday normal jinsiy aloqa qiziqmaydi. Masalan, ko'yinishlar, mehrlik silashlar, quchoqlashlar, so'yishlar. Bular uningga qiziqmaydi. Ularning tatidigini faqat ikki badanning giralishishi xolos. Normalida seriq filmda bir bir ayol, tilaymanki ko'p odam bo'lmasin. Erlarning badani ayollarning tinida. Mayli qayerda kirgan bo'lsin, ish qilib tanning ma'lum bir yerda, shundaqmi? Kameraning bir qism ko'rinishlarni elishga ta'sir ko'rsatmaslik uchun ko'p hollarda qo'lini orqasiga qilib turadi. Ayol bo'lsa, qolaysizli bir holatda turadi. Uning ustiga u erga moslashish kerak. Uning choch pasoni va girimlarini buzib etsa yoki uni yaratmasa bo'lmaydi. Chunki bu ishlarga pul ketadi. Ham uning girimlari uchun vaqt sarf qilishga to'g'ri keladi. Erning qo'lni keyni qililish sababi kameraga va uning qo'pol qiliqlariga ta'sir yetkazmaslik uchundir. Shunda qilib, ko'rganingiz o'xshamagan badan shaklidagi ikki odamning gimnastika o'yinig'inida qamlashmagan qiliqlari bo'ladi. Ularning badanining tegishib turadigan yerlarini faqat jinsiy a'zolar, ya'ni qo'l yo'q. Men har yili 250 dan 300 qatim atrofida har bir o'quvchi va Qur'onga yetmaganlarni ziyorat qilaman. Ta hozirgacha hech kim menga qarang, heliqi qo'l ishlatmaydigan ko'rinishlarni bilasiz-ku. O'smirlik vaqtimdan boshlabla qo'lni qat'iy ishlatmaydigan munosabatlarni xiyol qilatdim. Men boshqalarni suyishni yoki silashni xiyolimga keltirmagan. Men bularga qat'iy qiziqmaydim. Burundilla irmash-chirmash bo'g'im keladi deb baqmadi. Seriq film ko'rinishdan burun hech kim bundoq gap qilib baqmagan. Ko'rgandan keyinchi
jinsiy tasavvurimda, ya'ni fantaziyalarimda bir hikoyalik ko'rinish nihoyat ro'shan aks etadi. Yana kelib, ular shirin shekar so'z va muhabbatli ko'rinishga to'lgan ko'rinishlar edi. Mening boshdan oyoq o'ylaydiganim bo'lsa, uningga nima desam bo'la? U nima deb javob beray? Men yana uningga qanday javob qaytaraman? Amaliy turmushda ishlar oldin o'ylab tayyorlik qilib olgandek bo'lmadi. Biroq shu fantaziyalar hissiyotimning qo'zg'alishida muhim o'rinda turib keldi. Ishning boshlanish jarayonini, muhitni nada bo'lsa bo'la deb o'ylaydi ekanmiz. Tuyuqsiz yolg'iz qolsak nima ishlar bo'lib, ikkimiz orasidagi yolqinlik talpinish qandoq bosqichlar bilan barbara ulg'uydi. Bular seriq film ko'rishga boshlaganimdan ilgirki vaqtlarda intayin muhim edi. Albatta, seriq filmga ko'nib olgandan keyin u xiyolingizni bo'ysundirib, mingingizga hujum qiladi. Shuning bilan tasavvurni tamoman unutasiz. Bu shuningdan derak birdiki, bularni ochiq demayman. Biroq men analizimni boshlaganimda ko'zimni yumib, insonga xos xiyollarni qilishga urindim. Lekin bo'lmadi. Chunki mingamni zo'ravonlikqa uchirg'uchi va xo'rlang'uchi ayollar egilib olgan edi. Hamda ularni mushu echinishlik sperma bazmisidan huzurlandi degan qiyofatga kirib oldim. Oqibatda mana shundoq ahvolga tushib qoladigan gap. Seriq filmdan o'zini tortolmaslik bizning ojizlik emas. Bu yolg'iz yoshlardagi masala emas. Biz qattiq ehtiyot qilishimiz kerak. Yolg'iz badanimiz qabul qilayotgan yemeklik va oziqliklar emas. Balki mingimizga kirayotgan oziqlikqa ahamiyat berishimiz kerak. Ko'rayotgan narsalarimiz bizga tajovuz qiladi. Men sizlarga jinsiyat bilan aloqasi yo'q bir misolni deb beray. 2 kun burun men uyga qaytayotganimda ayolim bir axlat ko'ngil programmasini ko'rib o'tadi. O bir o'rindiqni aylantirib, naqshlarni tanlaydigan bir programma edi. Bizning uyda televizor yo'q. Nimishqa demsizlar? Boshqalar bizni bek cho'nqur tafakkurlik kishilar ekan deb o'ylab qolmasin deb. Ko'krak kesish operatsiyasi qilingan cho'lpan kim? Angelina mı? Men azaldan anglab bakmagan desem ishonamsiz. Chunki uyimda televizor yo'q emasmi? Amaliyotda biz barliq axlat san'at programmalarini ko'ramiz. Bildinglarmi? Na men, na ayolim mavjudligim haqida bir qatim o'ylanib bakkan inson emas. Biz qiladigan ishimiz to'rdan bir narsalarni tushirib, biz barliq madaniyat axlatlarini tushiramiz. Menmo o naqsh usul programmasini ko'rishni boshladim. Manga intayin zirkishlik va buruqtirmachilik bilindi. 2 minut parang qilib, 4 minut ko'tildab degandek 20 minutdan keyin ichim siqilib, yo'ying'ili kirib ketdim. Eng qiziqi ish munchida yuz berdi. Chunki men o'zimning eng bichora holatimni bayqadim. Bularni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Sizlarning meni qabul qilishinglarni hamda yoqtirishinglarni umid qilaman. Xo'sh, undaqda men davomlashtiray. Meni to'g'ri tushuninglar. Men munchida agar men mushu musobaqaga qatnassam, qaysi naqshini aytsam bo'la degan xiyolga chunqur patgan peti qetib qolganligimni his qilganimcha 5 minut, 7 minut yoki 10 minut o'tdimikin ish qilib o'zimni bilmayman. Oxiri o'zimning sanda emas, munchida ekanligimni es qoldim. Bu xiyolga chunqur petib qoldim. Men Rihanna yoki Lady Gaga'ning naqshlarini aytolmaydim. Yoki Erkin qush degan naqshini yoki Bob Dylanning Qarg'u Vilmiktir degandek cho'nqurligi bor naqshlarni aytgan bo'lardim deb o'yladim. Qarang, men cho'nqur tafakkurlik mutafakkirning o'zim ekanman. Birdilla o'zimning kalvaligini e'tirof qilishga majbur bo'ldim. Chunki menda muzika hujarisidan asarmi yo'q tursa, uning ustiga men bir naqshchi yoki naqsh yozuvchisi bo'lishni o'ylab boqmagan. Bu hargizmi ichki dunyorimda ko'milib qolgan orzularimning bir emas edi. Qanday qilatdim? Men bir inson emasmi? O filmni ozroq ko'rib qo'yganimga naqshchi bo'lib ketdim. Qiziq. Mushu misol orqali shuni faraz qila olamizki, biz mayli nima ko'mayli, ma'lum kanalni 20 minut ko'rganning ta'siri shuki, u idimizga tajovuz qilib, orzu istaklarimizni bo'ysundirdi. Undaqda biz tasavvur qilib boqayli. Yidigi, gapimni quloq solib anglang. Agar bir haftada bir yoki 2 qatim 20 minut shahvoniy film ko'rib qo'ysak, bizga qanchalik ta'sir qila? O mingimizni kontrol qilib oladi. Bizning seriq filmga ehtiyojimiz bo'lsin bo'lmasin, u bizning oila a'zolarimizning birisiga aylanib oladi. Ishonamanki, u bizning salomatligimizga ziyonli. Internet to'ri dunyoni qoplaganlik uchun hozir g'arb dunyosidagi 12 yoshlik o'smirning 90% seriq film ko'rishni odat qilib olgan.
Seriq film kishini xumor qilishdan sirt kishini betxotlashtirdi. Uning xumor qilishdagi sababi kishini ma'lum darajada shahvaniylikqa biqindigan qilib etganida. Kishini bexitlaştırışdaki sebep seriq film o'g'il o'smirlarga va erlarga jinsiy munosabat faqat cho'ng razmer va odoqqicha tiklanib turadigan a'zoyingizlar qadrlaydi degan xato ongni singdirib o'tadi. Seriq filmning mazmuniga asoslanganda qadrlik jinsiy hamroh bo'lish uchun hissiyotga boy qizg'in sezgi beg'ishlaydigan va moslashuvchan bo'lish qatorliq olayliklarning hech qaysi lozim emas. Faqat cho'ng razmer mangu tik turadigan qo'ziq bo'lsa kifoya. Biroq bizda bularning hech qaysi yo'q. Shunga o'g'illar betxotlashdi. Agar ular doim seriq film ko'rganlik uchun betxotlashmagan taqdirdami, ko'rganlarini to'rashga boshladi. Bu ularning tajovuzchiga aylanib bo'lganligidan derak beradi. Albatta, tajovuzchidimi hissiyot bor. Hozir atrofda sirtdan qarmoqqa o'smirlarning muhabbat hikoyasi yoki qur'oniga yetmaganlarning sog'lom jinsiy turmushning bir qismi deb qaraydigan. Amaliyotda bo'lsa jinsiy xo'rlashga yotadigan ahvollar nihoyat ko'p. Chunki biz jinsiyat to'g'risida ancha paranglashib ketmaymiz. Jinsiyat hayotimizga singib ketgan, ammo biz munozara qilishdan o'zimizni qochiramiz. Shunga ma'lum hujurlarda yuz berayotgan amaliyotda shakli o'zgargan jinsiy qilmishdir. Agar biz ayollarni tilga olsak, gap buninglik bilan tugamaydi. Yosh qizlar seriq filmning ta'siriga uchramaydi, balki seriq filmning ig'ir ta'siriga uchragan asosiy iqlim madaniyatining ta'siriga uchraydi. Siz Maylar Saylis degan Lady Gaganing iloni yoki qisqa filmlari ko'rganmi? Ularning sinlari kiyimlik seriq film xolos. Shunga qizlar, hozir agar siz suyulishga erishmoqchi bo'lsangiz, eng avval erlarning jinsiy hissiyotini qo'zg'ag'idek tannoz bo'lishingiz shart deb o'ylab qoladi. Halbuki hozir tannoz bo'lish deganlik bilan seriq film cho'lponiga aylanish deganning hech qanday farqi qolmabdi. Men nurg'un to'liqsiz va to'liq o'tir maktablarda xizmat qilaman. Men har bir maktabda mundaq qizlarni uchratdim. Ma'lum ahvolda ular o'zlarining yaqinchilik qilishgan ko'rinishlarini singa elish qo'yishildi ekan. Chunki ular o'zlari yoqtiradigan o'g'illarni xush qilishni o'ylaydi ekan. Biroq o'g'illar qizlarning ishonchisiga sotqinlik qiladi ekan. Bundaq ishlar bek ko'p uchraydi. Ondan uni to'rbatlarga yoki unnidarda sotadi ekan. Odatda u o'g'illarni hech kim axloq jihatdan qamchilamasimi, biroq qizlar buningdan ohonat his qilishib maktab yo'tkildi ekan. Ko'p qismlari o'qishdan chekindi ekan. Ular boshqa shaharlarga ko'chib ketgan bilanmi tor dunyosidan qochib qutlanmaydi-da. Shuning bilan ular kelinkili xomushlik kesli va ig'ir ishtohsizlikqa boshlaydi. Xuddi bu madaniyatimizda allaqachon ishtohsizlikqa sabab bo'ladigan ishlar ozdek. U qizlar butunlay ijtimoiy aloqadan ayrilib yolg'izraydi. Bularning ba'zilari tor zo'ravonlikqa uchrab, o'zini o'ltirib olgan kanondalik 15 yoshli qiz Amanda Totqa o'xshash o'lib oladi. Chunki ular hayotning va o'zining qimmatini yo'qotgan deb o'ylaydi. Shunga seriq film hujurdan sirtqa chiqmaydigan kichik ish emas. U bir o'limga sababchi jinoyat. Seriq film jamiyatimizda bir ushshaq-tushak hodisa emas. Ba'zida bu kishilarning hayotiga taqiladi. Bo'libmi seriq filmga qatnashuvchilarning hayot mamotiga taqiladi. Sizlarga deb qo'yay. Seriq film so'z erkinligi yoki kasb erkinligining ifodalanishi deb gap sotmanglar. Bu butunlay quruq gap. Bu ish odam biriki, bosqinchilik, dallollik va quftaratqushlar bilan burun yalishadigan bir qism jinsiy eksploatatsiyadir. Film ishlash shirkati bilan to'xtamlashgan har qanday bir seriq film cho'lponlarining orqasida ulardek cho'lpon bo'lmagan seriq filmga qatnashgandan keyin hayot kechirishga amalsiz qolgan minglagan qiz ayollarning borligidan xabardor biz. Demakchi, ular endi qilolmaydi. Bu soha ularni toza g'ojilab bo'lgandan keyin Әмділікте ularni eski tuski o'rinda seriq film sohasi bilan ish-pesh tortishadigan fohishxonalarga, buzuq ko'chalarga, tor fohishligi yoki xaridorlarning mayli qaraydigan jinsiy mulozimati bor yoki yo'q atalmish uloqlarga rehimsizlarcha tashlab etdi. Men hargizmo chaqchaq qilmadim. Mana bu fohishvozlikning to'liq doirasi. Ularning ko'p qismi hatto 50 yoshlargacha umr ko'radi. Men kishilarning o'tirchi umri 75-76 bo'lgan davlatlarni ko'rgan. Ularning 50 yoshgacha yashay olmasligida mundaq 4 xil sabab bor. Zarar etkazchiligi, ya'ni jinsiy yuqumli kasalliklar, ma'lum qotil yoki ba'zi dallollar yoki o'g'il do'sti tarafidan o'ldirilish. 4-chi sabab bo'lsa o'zini o'ldirib olish. Mayli siz kamera oldida yoki keyinda qiz o'g'il fohish bo'lib ishlayotgan bo'ling, siz ijtimoiy o'limga yuzlanyapsiz. Buni shundoq atashga haqliq biz.
Har qanday emas, bir qatim bo'lsa-mu, bir fohishvoz bilan birga tamoq yeb baqqan. Ular faqat 1-2 qatim fohishxonaga berib baqqanmidi. Biroq biz bir fohish ayol bilan birga o'ltirib tamoq yemaymiz. Hech bo'lmaganda o'zini ochiqdan ochiq, men fohisha degan kishilar bilan birga o'ltirmaymiz-da. Demak, ijtimoiy o'lim bu qat'iy bir sharafli ish emas. Qat'iyla. Men uyimda xiyoliy o'ltirib seriq film ko'raman. Hatto ba'zida haqsiz ko'raman. Pul to'lash hojatsiz. Shundoq, rostla haqsiz ko'rib baqqanlar. Buni obdan bilasizlar deb o'ylayman. Mayli nimani ko'mang, ko'rayotgan narsangizga ehtiyoj paydo qilayotgan bo'lasiz. Ehtiyoj bo'lgankan, ta'minotmi bo'ladigan gap. Bu ikkisi o'ng tanasib bo'yicha mangadi. Agar sizning ko'rayotganingiz qortallik juvon chiqirig'ini bo'lsa, u holda siz ko'rgan aman bu dallol qortallik juvonni bu ishga boshlab kirganligidan derak beradi. Agar Osiyolik o'smirning filmi bo'lsa, Amerika bidiklari u filmni elishga allaqachon tayyorlanib bo'lgan bo'ladi. Seriq film kategoriyalari ichida Isroiliyalik ayol, Falastinlik ayol butunlay Amerika institutidan tashkil topgan. Boyvachchi qizlar qatorliq kategoriyalar o'tgan necha yilda bekli olqishliq bo'ldi. Bular kelgusida olqishliq bo'ladi. Yer sharining toshqal dallollari allaqachon shu xildagi ayollarni qo'lga tushirib, kamera oldida fohishvozlik qilishga tayyorlanmoqda. Shunga men seriq film ko'rishni to'xtatdim. Bu mening sog'lomlikim, yaqinchilik munosabatlarim, jinsiy turmushim, ideyamga bo'lgan mas'uliyatchanlik va tizginimni qaytadan qo'limga elishim uchundir. Yana bir yaxshi yeri, endi men bu rezil jinsiy bozor uchun to'kib qo'shmaydigan bo'ldim. Mencha bu bir yaxshi ish. Mening hozir bir ufqimni o'tirib qo'yg'im keldi. U bo'lsa-mu jismoniy va hissiyot jihatdan bexatar jinsiy munosabat. Bu bizning chekinib, konservativ va erkinlikni bo'g'ayotgan bekinma holatga qaytganimizdan derak bermaydi. Men jinsiy munosabat erkinligini qo'shqo'llab qo'llayman. Biz faqat ayollarni darajaga ayirmay, martabalarini bir yoqqa qo'yib tursaqlab bo'ldi. Qanamsa, biz kulik to'g'risida paranglashib baqaylik. Bu yiqilishimning muhim vositasi. İki ruh, iki adam yalğız o'ltirganda ular bilan qaqoqlab kulalamdi. Ular tanishqili 10 yil yoki bir necha soat bo'lsin, ikki ruh bir hujurda birga kulishga tamshanmaydi ekan. Bu yerda yaxshi yuz bermaydi. Mayli jins bilan munosabatlik bo'lsin yoki bo'lmasin, bu dal hissiyot jihatdagi bexatar jinsiy munosabat. Nurg'un narsalarni sizlar bilan o'rtoqlashqim bor. Biroq vaqtmo bir yak berib qopti. Sizlardan o'tindig'inim, mushu to'g'risidagi suhbatlar ko'paygan bo'lsa, men shuni kuchli tonib yetdimki, sukut qilgan kechirmishlarimiz bizga hech nima epganmadi. Sukut faqat texmi ko'p sukutlarga sabab bo'ladi ekan. Aksicha bu ishlarni normal qatorda ko'rib so'zlashim bizga texmi ko'p izlanishlar, bahrilanishlar, e'tirof qilishlar, xabardor bo'lishlar va o'zgarishlarni ep keladi. Kichikkina o'zgarish birovning hayotida cho'ng bir burilish hosil qilishi mumkin. Biroq bu o'zgarish cho'qimki haqiqiy his va jismoniy jihatdan bexatar o'zgarish bo'lishi kerak.